2022-yilda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Ohangaron tumanida 138 gektarlik yer maydonida ajoyib bo'lgan industrial texnoparki ishga tushdi. Maqsad elektronika sanoatini rivojlantirishdir. Ayni kunda bu hududda undan ortiq loyihalar asosida qurilish jarayonlari davom etmoqda. Bu loyiha innovatsion texnologiyalar, sanoat va startaplar uchun ajoyib infratuzilma yaratishga asoslangan bo'lib, shu orqali hududning iqtisodiy rivojlanishi va yangi ish o'rinlari ochilishi ko'zda tutilgan. Texnoparkning maqsadi elektrotexnika, elektronika, energetika va boshqa sohalarda innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish. Bunday loyihalar orqali Ohangaron kabi hududlar nafaqat o'zining sanoat salohiyatini amalga oshirishi, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy o'sishiga ham hissa qo'shishi mumkin. Mana shu Ohangaron aholisi uchun, Ohangaron shahri uchun, kelajakda biz yosh avlodlar uchun yoki ish o'rnini yaratib berishni oldindan orzu qilardik. 73 yildan beri biz Olmaliqda chiqarilgan mis plitalarimizni Amerikaning Rik Interstein kompaniyasiga, keyin Shvetsiyaning kompaniyalariga, Yaponiyaning Interstein kompaniyalariga mahsulotlarni jo'natardik. Lekin bizga juda og'ir tuyulgan shu paytlarda. Tayyor mahsulotlarimizni 17 ta mamlakatga tarqatganmiz. Ular shu mahsulotlarni olib berib, o'zlaridan buni hozirgi kundagi talalarni shular chiqargan. Biz tayyor mahsulot berganmiz. Mana hozir kunga yetkazgan ming marta shukr, prezidentimizga katta rahmat. Mana shuni o'zimizga olib keldik. Endi mahsulotimizni o'zimiz chiqaramiz. O'zimizga shu mustaqillar kerak. Mana podstansiyalar uchun, transformatorlar uchun, avtomobillar uchun, quvurlar uchun o'zimizga. Mana shundan men juda katta minnatdorman. Bu ham kelajak avlodimiz uchun, yoshlarimiz uchun, bolalarimiz, nevaralarimiz uchun bu yerda qurilayotgan joylarni ko'rib men shunday mog'orlanib ketdimki, bu kichkina shaharcha bundan tashqari chiqmay, bu yerda faqat yashab ishlash kerak, ijod qilish kerak. Ohangaronda plastmassa zavodiga ishga kirganman. Atrofda 3-4 tagina korxona bo'lardi. Barmoq bilan sanaydigan korxonalar bo'lishardi va o'sha yerda mehnat faoliyatimni boshlaganman. Aytmoqchi bo'lgan narsam, biz ishga qatnashimizda u paytda yo'llari ahvoli, mana bunaqa yoritgichlar yo'qligi, bugun shu joylarni ko'rib turib havas qildim. Yurtimizni tinchligiga, xotirjamligiga ko'z tegmasin. Prezidentimiz olib borayotgan odilona siyosat tufayligina mana shunday bunyodkorlik ishlar bo'layotgandan juda minnatdormiz, juda xursandmiz.